Hintlar kiyadi salla, bizda obod mahalla. Open budjetga bersak ovoz, ko'chalarimiz bo'ladi asfalt. Pashani ko'tidan chertdim, ko'rdingmi? Qishlog'imiz rivoji uchun kimda qanaqangi savol va takliflar bor? Rais buva, Obbo, kim chaqirdi buni? Ha, menda bir taklif bor-da. Shu suyuq oyoqlarni oyog'i rostdan suyuq bo'ladimi? G'alati emasmi? Ana nimaga savolni qara. Men qayerdan bilaman? Men borib ko'ribmanmi? Yo, ko'rib ko'ribmanmi? Rais buva meni chaqirayotdi, bormasam bo'lmaydi lekin. ha bor. Hozir shuni uylantiraylik, yozib qo'y. Rais buva, Aha, nima yana? menda yana bitta taklif bor-da. Ha, ber, jonga tegding sen ham. Odamni mazasi qochadi-ku. Shu qayerga qochadi? Enangni erinikiga qochadi, tushundingmi? Ma'no qani? Oq balki qora bo'lib chiqib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi? Balki bizlar o'likdirmiz. O'liklar balki tirikdir. Yo'q, bir qaytib majlisga kelma. Gapsizda bir tuturuq yo'q. Uraymi? Raisba, vobshe ma'noli gapirdingiz lekin. Bu paxtami? Zo'r gap. Hech qachon odam bo'lmaydi bu qishloq. Endi hozir yopilasiz.